2023-yilda ishlab chiqarilgan Cherry Tiggo avtomobilimiz 7 Pro'sa. Fulli. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi petnolari bor. Nechta detal? 1-2 3 joyda petnosi bor. Ichiga o'tmagan, bemalol tekshirib oladi aka. 4 yumshoq baloni bor. 48 ming kilometr yurgan. Mana shu full variant aka. Go'zal. 1.6 turbina bo'ladi do'stlar. Tomlari panorama. Cherry 7 Pro avtomobilimizni salondan ko'rinishlari. Panorama ishlab turibdi. Puli nechmi deyapsizlar? Puli nechmi deyapsizlar? Aka buni 18.700 dollarga berib yuboramiz aka. 18.700 dollar deb aytib o'tilyapti do'stlar. 2023 48 ming kilometr yurgan. Go'zal holatda aka, 4 yumshoq balon. Orqa tomondan ko'rinishlari do'stlar. Telefon raqami aytamiz. 91lik 91lik 600 600 26 22. 26 22 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Avtomobilimiz benzinda, hali gaz o'rnatilmagan. Benzinda harakatlanib turibdi do'stlar. Rasxod oz bular. Ularda o'zi rasxod oz deb aytib o'tilyapti. Juda ko'pchilik aytadi buni rasxod ozligini. 1.6 motor, turbina bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar do'stlar.